Aka, shu siz yaqinda shu mashinani bo'lib to'lashga oluvdim. Aha. Shu sharoitim bo'lmayapti, aka, tonirovka torta olmayapman, ruxsatnomaga endi bilasiz balon pul. Oson rasyoch degan platformani eshitmaganmisiz aka? Yo'q, eshitmaganman aka, u qanaqa u? Men o'zim ham yaqinda mashina olgandim. Aha. Instagramda ularni ko'rib, kuzatib boraman. O'zimning tanishim ishlaydi. Bu yoqdan oson rasyochkadan boshlang'ich to'lovsiz, tonirovka ruxsatnoma deysizmi? MIPga chiqqan jarimalaringiz bormi? Mashinangizga qanaqa zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi u yoqdan. Boshlanish to'lovi ham aka mabodo? Yo'q, boshlang'ich to'lovsiz yo'q. Siz misol uchun viloyatdan bo'lasizmi, plastik kartami, unaqa narsalar umuman yo'q. Hammasi 12 ta viloyatga ham onlayn xizmat ko'rsatishadi. Agar men sizga nomer beraman, shu nomerga telefon qiladigan bo'lsangiz, operatorlari 24 ga ishlaydi, aka. Endi aka to'g'ri tushunasiz endi. Ularamiz. Aka, endi to'g'ri tushunasiz. Sal mashinnikmikan, domani unaqa emasmikan aka? Yo'q, aka. Men o'zim ham mashina aytaman, mashina olgandim, o'sha yerda tonirovka ruxsatnoma qildirib oldim. Mashinamga menda ham jarimalarim bor edi. Bilaman, ko'chada yurib bo'lmaydi. Mana o'sha yerdan boshlang'ich to'lovsiz, bo'lib to'lashga oldim o'tdan. Aka, hozir manzilingizga ham kelib qoldik. Hop. Shuni Instagramligi bilan nomerligini berib yuborasiz, aka, men sizdan minnatdor bo'lardim. Bo'ldi, akajon. Hozir aka. Endi shunday tushingizda berib yuborasizmi? Bo'ldi aka, oldim deyman. Yozib oling aka. Mana aka, manzilga ham kelib oldik. Shunday otini aytsangiz, men yozib olardim aka. Bo'ldi, oson rasrochka akajon. O'sha yerda nomerlari ham bor, lokatsiyasi. Mana shumi aka? Xuddi shu. Telefon qilsam bemalol. Bemalol. Operatorlari 24 ga javob berishadi. Xuddi shunday. Lokatsiyasi ham bor aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Yaxshi ko'rishinglar. Mana akamizni ko'rdinglar. Yaxshi narsa aytdilar, lekin biz ham tonirovkada yuramiz.